Yozning issiq kunida ham, qishning sovuq chillasida ham siz u bizga birdek kerak bo'ladigan texnika bu muzlatgichdir. Har bir oshxona uchun ishonchli, tejamkor va qulay bo'lgan muzlatgich juda muhim. Ana shunday talablarni inobatga olgan holda Ideal brendidan ishlab chiqarilgan IRF 260L model muzlatgichlari bu nafaqat sifatli maishiy texnika, balki sizning turmush tarzingizni yengillashtiruvchi zamonaviy yordamchidir. Eng avvalo, ushbu muzlatgichning multi havo oqimi, ya'ni barqaror sovutish tizimi barcha qismlarda havoni bir xil tarzda aylantirib, har bir tochkadagi mahsulotning bir tekisda sovishini ta'minlaydi. Bu esa o'z navbatida mahsulotlarning yangi va foydali xususiyatlarini uzoq vaqt saqlash imkonini beradi. Shuningdek, inverter kompressor orqali muzlatgich doimiy tejamkorlikda ishlaydi, chunki u oddiy kompressorlarga nisbatan kamroq energiya sarflaydi. Shovqin darajasi esa ancha past. Bu nafaqat elektr tejamkorligi, balki tinch va shovqinsiz muhitni ham ta'minlaydi. Endilikda muzlab qolgan kameralar yoki mahsulotlarga yopishib qolgan muz haqida unuting. No Frost tizimi orqali muzlatgich ichidagi harorat va namlik muvozanati avtomatik ravishda nazorat qilinadi. Natijada muz hosil bo'lmaydi va tozalash jarayoni ancha yengillashadi. IRF 260L nafaqat funksional jihatdan, balki ko'rinishi bilan ham diqqatni tortadi. Elektron boshqaruv orqali haroratni aniq nazorat qilish mumkin. Shuningdek, LED yoritgichi muzlatgich ichida yorug'likni bir tekisda tarqatib, mahsulotlarni oson ko'rish imkonini beradi. Endi barchani qiziqtiradigan masalaga o'tsak, model energiya sarfi bo'yicha CDA sinflariga tegishli bo'lib, bu uning tejamkor va samarali ishlashini bildiradi. Xulosa qilib aytganda, IRF 260L muzlatgichining inverter texnologiyasi, No Frost tizimi va elektron boshqaruv orqali mahsulotingiz yangiligini saqlab qoladi. Ideal sifat va ishonchlilik kafolati.